lekin sho'rdan asar qilmaydi. Ushbu ximikatni ishlatib ko'rmaganimda juda ham ko'plab ximikatlar ishlatib ko'rganman. Buni tavsiya qilishganda, aka mramorni kuydirib qo'ymaydi, xudo xohlasa deyishdi. Juda ham ko'pchilikning xonadonida mana bunday nagarlar yig'ilib qoladi. Suvdan keyin ko'rishingiz mumkin. Va mana bu travetning o'zimiz xonadonimiz. Bu ham sho'r, o'sha suvda zaxti izi ko'rishingiz mumkin. Qorayib yotibdi. Hozir yuvib ko'rsatib beraman va eng muhim jihati rangiga ta'sir qilmaydi xudo xohlasa. Hozir dopposliklarni qo'yib beraman va eng muhimi mramorni kuydirib qo'ymagandan keyin bu ko'ksaroylarga ham tavsiya qilsak bo'ladi xudo xohlasa. Ya'ni mramorni kuydirmagandan keyin ko'ksaroylarga ham ortiqcha ziyoni yo'q. Ko'rishingiz mumkin xudo xohlasa. Vau! Ideal bo'lyapti muhayla. O'ta go'zal. Dog'lar ketdi mana xudo xohlasa. Mutaxassis sifatida xudo xohlasa o'zini mutaxassisini ishlatishni tavsiya qilaman. Baribir har xil ehtimoli bor. Lekin sho'rdan asar qolmaydi. Nagarlarda. Travetdinligini ham tozalab olsak yaxshi bo'lardi. Agarda siz ham sokir qismingizda xuddi shunaqangi muammolar bo'lsa, pastki raqamlarimizga aloqaga chiqing. Natijasini ko'rib o'zingiz guvoh bo'linglar. Ideal chiqdi. Mramorga haqida qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib olmaschi? Albatta obuna bo'ling.